Assalomu alaykum, hurmatli foydalanuvchilar. Bugun hakkerlar admin panellarga qaysi usullar orqali kira oladi, kirishadi va qanday qilishadi degan savollarni boshlaymiz. Tasavvur qiling, siz biron bir saytning parolini bilmaysiz, lekin mana shu admin qismiga, ya'ni user yoziladi-ku, foydalanuvchi nomi. Shu yerga bitta belgi yozib, admin panelga kirib ketish haqida o'ylab ko'rganmisiz? Bu kinolarda ko'rsatadi-ku, bu real hayotda ham o'zi shunaqa bor va bundan foydalanishyapti. Oldin juda ko'p foydalanilgan va buni yana murakkab variantlari chiqyapti. Men sodda birinchi darsdan soddalog'ini ko'rsatib boshlayman. Bugun dunyodagi eng mashhur hakkerlik hujumi, ya'ni SQL injection nimaligini, uning orqa fonidagi texnik mantiqini tushuntiraman. Videoni oxirigacha ko'ring, like bosing, chunki hammaning uyida router bor, telefondan ilovalargacha mana shunaqa buzib kirilishi mumkin. Endi birinchi har bir sayt ortida nima turishini tushunib olishimiz kerak. Masalan, siz login parolni yozganingizda orqa fonda dastur ma'lumotlar bazasi, ya'ni database ga so'rab yuboradi. Buni tushunish uchun masalan biror bankka kirishda sizdan ana so'raydi, ID karta ma'lumotlaringiz. Agar to'g'ri bo'lsa, demak xizmat ko'rsatiladi, bo'lmasa qaytib ketasiz. Xuddi shunaqa dasturchilar yozgan kod bu o'sha bankdagi o'sha qorovul deymizmi, o'sha sizni tekshiradigan kishining varianti deb ko'rsagan bo'ladi. Mana birinchi admin panel kiradigan qismi. Har bitta o'sha saytlarda adminga kiradigan qism bo'ladi, to'g'rimi? Mana shu yerda masalan admin birinchi hakkerlarni eng oddiy tekshiradigan ishi mana shunaqa tekshirib ko'radi. Chunki ko'pchilik mana shunaqa parol qo'yadi. Kirish rad etildi. Masalan, admin uz deb tizimga kirish ham xato bo'lsa, masalan, xato bo'laveradi, tushunarli. Demak, bizga login parol yo'q. Endi hakkerlar qanaqa qiladi desa, bu yerda birinchi variantni ko'rsataman, keyin murakkablashib boramiz. Parol qismini bo'sh qoldirishadi. Mana buni ham o'chiramiz. Bunda login qismiga o'sha butun dunyoda eng klassik payload deyiladi, ya'ni admin yozishadi va qo'shtirnoq bitta va probel va ikkita chiziqcha. Xo'sh, hacker bu yerda nima qiladi? U ism yoziladigan joyga ism yoki umuman login o'rniga tizim arxitekturasini buzadigan maxsus payload, ya'ni kiber buyruq yozadi. Mana shu kiber buyruq hisoblanadi. Bu shu soniyalarda o'sha kompyuterning yadro qismiga nima sodir bo'lishini men tushuntiraman. Mana tizimga kirishni bosamiz. Mana muvaffaqiyatli kirdik, tushunarli. Mana shu kiber buyruq orqali. Endi bu yerda nima bo'lyapti? Dastur foydalanuvchi kiritgan ma'lumotlarni tekshirayotganda hacker qo'ygan boyagi bitta dona tirnoq belgisi bor mana. Shuni kompyuter tilida foydalanuvchi ismini tekshirish shu yerda tugadi. Satrni yop degan buyruqni beradi. Undan keyingi qo'yilgan ikkita chiziq, bo'sh joy, mana bo'sh joy ham bor bitta. Bu ma'lumotlar bazasi tahlilchisiga, ya'ni SQL parserga shunday signal yuboradi. Mana shu 3 ta narsa, ikkita bitta bo'sh joy va ikkita chiziqcha. Ushbu chiziqchalardan keyin yozilgan har qanday kodni shunchaki izoh deb hisobla va ularni ijro etmasdan o'chirib tashla. Ya'ni bu admindan keyin qanaqadir belgilar bo'lsa, o'shani o'chirib tashla demoqchi. Natijada dastur parolni tekshirish kerak degan bandni xotiradan butunlay o'chiradi, ko'rinmas qilib qo'yadi. Kompyuter endi buyruqni shunday o'qiydi. Mana shuni kiritgandan keyin admin keldi, tamom, ichkariga kirgiz. Parol tekshiruvi bloklanganligi sababli tizim sizdan parolingizni so'rab ham o'tirmaydi. Kirish tugmasini bosamiz va mana biz bank boshqaruv panelida kirishimiz mumkin. Tushunarli? Mana shunaqa. SQL injection deyiladi bu hujum turi. Bu eng oddiyi. Mana shunaqa ham hozirgacha mana shu orqali ham buzib kelishyapti. Mana shu hujum turi xalqaro kiber xavfsizlikda SQL injection deb ataladi va dunyodagi eng xavfli top 3 ta zaiflik ro'yxatiga kiradi. Oddiy qilib aytganda, kompyuterga shaxsiy ma'lumot yozish niqobi ostida uning kod strukturasini o'zgartiradigan yashirin buyruq yuborish hisoblanadi. Bu xuddi bankomatga kartochka tiqib pin kod yozish o'rniga ekraniga matn bilan menga hamma pullarni ber deb yozib, tizimni aldab ketganday o'sha shunaqa misol qilsak ham bo'ladi.
Agar dasturchi ma'lumotlarni xavfsiz filtrlamasa, dunyodagi eng yirik bank tizimlari ham mana shunday oddiy buyruq oldida e, xavfsizligini yo'qotadi. Birinchi darsdan sodda qilib tushuntirmoqchi bo'ldim. Yana murakkablashib ketaveramiz. Eslatib o'taman, bu ta'lim maqsadida, ya'ni kiber xavfsizlik darslari sifatida berib borilyapti. Hamma bilishi shart, buni dasturchilar ham bilishi kerak, buni ko'pchilik dasturchilar biladi, shundan himoyalanadi. O'zingizni ehtiyot qiling. Barchaga rahmat, salomat bo'ling.